Alright, keyingisi T. Ma asariq shunaqa. Okay, mana shuni ko'rib boqamma. Wow deysizlar bu mashinani. Bu nima desanglar? Okay. Tesla. Okay, T-E-L-S-L-A. Bu hozirgi tok mashinasi, tok qachilab qo'yib, ma'nogan shunami? Va jungoga kirib BMW'ni jig'iltib etdi degan mashina shu, ha? Bu nima? Tesla. Okay, nima? T bilan boshlandi. T-E-S-L-A degan mashina. Tesla Motors. Okay. Logosimi? Logo. L-O-G-O deymiz emas, logo. Shu markasi. Marka belgisini nima deymiz? Logo shunami? Shu nima? Tesla deb yoziladi. Okay, keyingisi T. Masalan, table. T-A-B-L-E. Table. Shunami? Table. Ama keyingisi toilet. Okay, O bo'lgan toilet. Yaxshi, toilet. O'birni. Tazliq uyi degan gap, toilet. Chetlarga chiqib qolsan lozim bo'ldi. Aqinib qo'yinglar. Toilet. Okay, T harfi, keyingisi U. Qaranglar, bu nima ekan? U N I Q L O. Okay, L O. Uniqlo. Okay, Uniqlo deymiz, buni. U N I Q L O. Uniqlo. Bu nima? Unique Clothing Warehouse. Degandan keyin qisqartirsa bu Yaponiyaning eng tanilgan markasi. Bu hisobni naytlar rahat kiyimlarni sotadigan bir dukkan Uniqlo deb buning tovarlaridan sifati mollarni intayin qanday desam nayt yaxshi Uniqlo. Bu beshinman shu U shu Uniqlo. Unique deganimiz xos degan gap. Onikin clothes kiyim-kechak warehouse ombre demakchi xos kiyimlar ombre debchi demak sizning xos kiyimlaringiz debchi it's my favorite esat bir intayin yoqtirgan bir markadan birisi Uniqlo. Okay, nima U degani-chi? UN. Okay, UN. Bu UN degani nima? United Nation. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Mana u nima? Rasmdagi boshda shunami? United Nation. Demakchi UN. Okay, nimachi? UK. Bu nima? The United Kingdom. Bu United Kingdom. Demakchi birlashma podshohlik degandan keyin qisqartirilmasi. Demak bu bizda aytgan United Kingdom degan 4 davlatning birlashmasi. Masalan, England, Ireland, Irlandiya, Scotland, Shotlandiya, Wales da bir shu 4 davlatning birikmasini deymiz, United Kingdom deymiz. Bizda aytgan shu Angliya shu 4 davlatning birlashmasi. Demak shu birlashma nima? Podshohlik, birlashma xonadonlik degan gap shu. United Kingdom. Okay, UK. Unutib qolmanglar. Amsi qaranglar, bu U bilan kelgan so'zlarga. Masalan, USA. Okay. Nima bu USA deganimiz? Shu United Birlashgan States Shtatlar of America. Okay, America demakchi. Nima USA? Amerika Qo'shma Shtatlari. USA, United States of America demakchi. Amerika Qo'shma Shtatlarini deymiz, USA. Xo'sh, endi keyingisi UNIFORM. Uniform. Okay, uniform deganimiz forma. Xizmat formasini deymiz, uniform. Yoki o'quvchilarning formasini deymiz, uniform. Demak, mana nima? U bala, USA. UK, Uniqlo, shunami? Alright, and the king's nima? V. Okay, V deganimiz nima? Marka qarasam, vah deysizlar. Bu nima? Volvo mashinaning markasi nima? VO dunyodagi eng bexatar mashina deb qaralgan mashina. Shunami? Uning ustiga mush shirkatning injeneri mush mashinaniki bexatarlik tasmasi bor. Naq bexatarlik tasmasini ijod qilgan. Shunga hozirgi dunyodagi eng bexatar mashina deb qaraldi. Nima? Volvo.
Okay, nima? Va talaffuz qilganda nima? Ma o sting kichikni ostdan qilavergan azroq she'ri. Va. Va. Alqa o'xshash, af o'xshash. Valvo. Okay, keyingisicha LV. Okay, bu LV moda. Somka kiyim kechak shinami? Okay, Viro moda. Maniki san qizib oldi, yetib oladi, da. Vero moda. Bu ayollar kiyim kechak. Abel Jack Jonas. Onundakin Only degan qo'y. Shu bir shirkatning markalari. Vero moda. VEROMODA. Deymiz, ha? Xo'sh, endi V bilan munosib so'zlar qaraylik. Birinchisi nima? VISA, mana bu ko'p kelgan, visa. Masalan, plag'lar, masalan, automatic playlish mashinasida visa card deb bor. Bu kart, ya'ni uni nima degan visa. Ammo pasport bilan o'xshamaydigan yerda nima degan, pasport deganimiz, hisobda sizlarning xalqaro kimliginglar bo'lsa, visa deganimiz boshqa yerda kirsang bo'ladi degan yo'l xati. Yo'l xati. Visa. Okay, visa. Ammo keyingisicha VILLA. Bu nima? Villa. Villa. Okay, villa degan dachcha degan gap. Visa, villa. Talaffuz qilganda, ko'ringmi? Va. Okay, villa. Okay. All right. Dachcha. Keyingisi qaranglar, W. Okay. Mana uni V deb o'qisa qolmaydi. W. Okay, W. Endi bu logo qarasak nimada chizilgan ekan? Bir W bilan V. Volkswagen. Okay, Volkswagen. Volkswagen. Shu ammibabmi? Shu marka bu. Bu nima? W. W bilan boshlangan so'zlar qaranglar. W A T C H. And my CH deb talaffuz qilganda watch. Okay, a watch. Endi qaranglar, bu bular nima ekan? Apple Watch. Apple Watch. Olma soatlari ekan shunaqa. Apple Watch. Watch degan qo'l soati. Wallet. Okay. Endi mana nima desanglar? Wallet. Wallet deganimiz nima desanglar? Portmon. W A L L E T. Wallet. Good. Next one is X. Like XJTV emasmi? XJTV. XJTV. Demak, endi mana nima? XBOXONE demakchi. Xbox One. Okay, bu o'yin o'ynaydigan bola bek bo'ladi. X. Xo'sh, endi X bilan kelsak nima? Box. Okay, box deganimiz yeshik. Box. And a fox. Nima? Tulka. Okay, tulka nima deymiz? Fox. Eshikni deymiz box. Okay. Demak, mana harf nima? X. Qattiq unutib qolish qo'ymoqchi bu mana X. Nima? X. Nima? X. Yaxshi. Okay, mana Y. A M A H A Yamaha. Okay, Yaponiyadan markasi shunaqa. Yamaha. Motor is back bo'ladi go Yamaha. Y. Nahmu harfi nima? Y. Nima? Yol. Okay. Yol deganimiz shu yelkanlik kiyimni nima deymiz? Yol deymiz. Ya'ni yogurt. Yogurt deganimiz nima? Qatiq. Biz qatiq nima deymiz? Yogurt deymiz. Yogurt. Y. Ma'rif nima? Y. Keyingisicha, buni qarasanglar nima? Z A R A. Zara. Bu dunyoning eng taniqli kiyim kechak markasi. Bu dunyoning har qanchalar bor. Eng taniqli Zara. Okay, Z A R A. Zara. Shunaqa Z harfi ekan bu. Birinchi so'zimizga Z O O. Bu nima? Zoo. Okay, ma U deb o'qiladi. Zoo. Zoo degan nima bo'ldi? Hayvonotlar bog'chasi. Hayvonotlar bog'chasi nima? Zoo. Shunaqa. Keyingisicha zebra. Okay. Zebra shu nima? Tog'il ot. Tog'il ot nima? Zebra. Okay. Zebra. Z. Xo'sh, mana biz shu 26 harfdan bir so'zlab bo'ldik. Birdamdan keyin kelarki sonimizda shuningki qandoq yezilishini, cho'ng yezilishi, kichik yezilishi
Şunu tepsili yana bir so'zlab berme. Endi bugun ham shu bir o'qilishni o'rganib olganim ayt yaxshi bo'ldi. Misol bugungi darsimiz müşahede bo'lsin. Topshiriq. Sizlar har bir harfni qancha qatam bo'lsa bir varaq desam hamda yo 11 bir varaq toshqizib yetisizlar. 50 qatimdancha kam deganda 50 qatimdan bir o'lchamlik 4 siziqlik daftar bo'lsa, hargiz 5 siziqlik bo'lmasin jo'ma hamda musiqa daftarini ko'chirib yozmanglar. 4 siziqlik daftarga 50 qatimdan bir harfni 26 harfni shunday ko'chirib chiqsizlar. Agar unday qilmasangiz mayli, albatta buning boshqa o'g'ini bo'lmaydi-da. Lekin hamda mushuna qilsangiz cho'qim foydasi bor-da hamda. Cho'qim ishonimanki sizlar hargiz foydasi yana aray olasizlar. Buni ko'chamay mashq qilmasangiz qanday qilsam, unda ko'rib, bilgandek, men mana bilgandek, bilanmadim deb qolasizlar. Mukammal bo'lmaydi. Yezinglar. Vahshiy yezinglar, o'qinglar, yezinglar. Bo'lsa video degani qayt ko'rish kerak. To'xtamay qayt ko'rish kerak. So'zlab beraveringlar, qayt ko'raverasizlar. Shunami? Shunga shunday qilsangiz bo'ladi. Undan keyin bizniki shu abdiy ta'limimizniki ovozli inkas savol so'rash iqtidori bor. Sizlar shu yerdan savol so'rasanglar bo'ladi. Onundaki va yoki meniki o'rninarimni shu ekranning ostida chiqadi ba'zi betlarda. Qaysi beti chiqadigan tepishmoq. Shu Abdullajon 18 degan shu. Shuni ham qilib so'rasanglar bo'ladi. Quruq gapni so'ramanglar, muhim narsani so'rasanglar bo'ldi. Bo'ladi. Bizningki to'g'ri adresimiz g'aycn app tushirish adresi shu g'aycnniki shunday ham to'siqni qilib app deb yozib qo'ysanglar app shunaqa app tushirib agar appni tushirib olsanglar bu texmi ko'p mazmunlar bor ana bular odatda sizlarga yo'llab turiladi ko'proq ko'rgaysizlar undan keyin fikr takliflaringlar bo'lsa ayamay bir avatasizlar bo'ldi. That's all for today and see you next time. Goodbye.